Assalomu alaykum. Mamlakatimizda 2030-yilga qadar eksport hajmini 45 milliard dollarga yetkazish maqsad qilib qo'yilgan. Bu ko'rsatkichga erishish oson emas albatta. An'anaviy bozorlar bilan cheklanmasdan yuqori marjali yangi bozorlarga chiqish zarur. Buning uchun tashqi bozorlardagi yetakchi iste'molchi mintaqalar, shuningdek yuqori talabga ega mahsulotlar bo'yicha chuqur tahlillarni yuritib borishni taqozo etadi. Kecha davlatimiz rahbari eksport salohiyatini oshirish va tadbirkorlarning davlat xizmatlaridan foydalanishni soddalashtirish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Taqdimotda bir qator iqtisodiy tarmoqlarda eksport hajmini yanada oshirish bo'yicha katta zaxira va imkoniyatlar borligi ta'kidlandi va bu yo'nalishda aniq vazifalar belgilab olindi. Muloqotimiz ushbu taqdimot haqida investitsiyalar Sanoat va savdo vazirligi tashqi savdo departamenti boshlig'i Inomjon Abdurahmonovni studiyaga taklif qilganmiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Prezidentimiz huzurida bo'lgan kechagi taqdimotda mana shu eksport masalasida bir qator vazifalar qo'yildi. Umuman bugungi eksport holat yuzasidan bir tahliliy bir ma'lumotlar almashildi-da. Men bermoqchi bo'lgan dastlabki savol mana shu eksport masalasidagi taqdimotda qo'yilgan masalalar. Dolzarbligi nimada? Qanday masalalar prezident huzurida taqdimot qilindi? Rahmat savol uchun. Avvalambor kechagi taqdimot to'g'risida gapiradigan bo'lsak, taqdimotda asosiy masala bu o'sha eksport salohiyatimizni qanchalik darajada rivojlantirishimiz kerak. Buning uchun bizga nima kerak? Ya'ni yangi bozorlar kerak, yangi istiqbolli bozorlar kerak. Biz an'anaviy bozorlardan yangi o'sha marjasi yuqori bo'lgan bozorlarga chiqish bo'yicha taqdimot qilindi. Va albatta bu taqdimot doirasida biz o'sha o'zimiz o'rganib chiqqan va tahlil qilgan ma'lumotlar bilan bizga juda ham uzoq bo'lmagan, chunki mana transport logistika jihatdan qaraydigan bo'lsak ham mana yaqin sharq mamlakatlarining bozorlari juda katta bozorlar. Bu o'rganib chiqqanimizda 1 trillion dollardan oshiq hajmlar bor u yerda, ya'ni talab bor u yerda. Va shu import talablaridan kelib chiqqan holda biz o'zimizni sanoat mahsulotlarimizni tayyorlab o'sha bozorlarga olib chiqish bo'yicha o'sha taqdimotda aytib o'tildi. Va albatta taqdimot doirasida bir qancha vazifalar qo'yildi bizning vazirligimizda va undan tashqari. Inomjon aka, mana shu taqdimotda tilga olingan eng muhim masalalardan bittasi iqtisodiyotning bir qator tarmoqlari tilga olib o'tildi. Jumladan qurilish materiallari, yengil sanoat, elektrotexnika, oziq-ovqat, maishiy, kimyo, mashinasozlik va metallarga oid yo'nalishlarda eksportni yanada oshirish bo'yicha mamlakatimizda juda katta bir zaxira va imkoniyatlar borligi. Bu imkoniyatlar nimalardan iborat? Albatta shu kechagi taqdimotda ham bu asosiy biz ya'ni fokus qilgan tarmoqlarimiz bu elektrotexnika, to'qimachilik, qurilish materiallarida nima mahsulotlar, misol uchun keramika mahsulotlari hozirgi kunda bizda O'zbekistonda juda ham yangicha dizaynda, yangicha formatda ishlab chiqarilyapti va yangi texnologiyalarda. Bu degani o'sha misol uchun yaqin sharq davlatlarini men aytib o'tdim. Birgina misol Saudiyaning o'zida 2030-yilgacha dastur qabul qilingan. U dastur doirasida 1 trillion dollardan oshiq uy-joy qurilishi belgilangan misol uchun. Ya'ni talabdan kelib chiqqan holda bizni sanoat mahsulotlarimizni o'sha bozorlarga olib kirish va biz albatta hamma tarmoqlarimizni birdaniga olib kirish imkoniyati yo'q uni. Bu degani biz o'sha talabdan kelib chiqqan holda o'zimizni shu qurilish materiallari, to'qimachilik va undan tashqari mashinasozlik, metallurgiya kabi tarmoqlarni olib chiqishimiz kerak. Va buning uchun albatta yangi bozor degani nima degani o'zi? Yangi bozor degani bu yangi talab degani, yangi standartlar degani. Biz mana o'zimiz asosiy hozir ishlab turgan bozorlarimiz, ya'ni o'sha MDH davlatlari bozorlari, Markaziy Osiyo bozorlari, Xitoy bozori biz uchun bu bir an'ana bo'lib qolgan bozorlar, ya'ni bizni tadbirkorlarimizga o'sha bozorlarga mahsulotlarni olib chiqish bu unaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Lekin marja jihatdan ham bu bozorlar ya'ni yaqin sharq va boshqa bozorlardan ko'ra pastroq hisoblanadi. Inomjon aka, yangi bozorga chiqish uchun to'g'ri talab bor, hamma bozorga shundoq egasi bor, masalan, kirib borish o'zi bo'lmaydi. Katta bir raqobat maydoniga kirib borish kerak-da. Tadbirkormi, umuman shu eksportyor. Bu oson jarayon emas, lekin buni chorasini ko'rish kerak. Kechagi taqdimotda prezidentimiz bu masalani kun tartibga qo'ygani bejiz emas. Biz an'anaviy bozorlar bilan cheklanmasdan yuqori marjali yangi bozorlarga chiqish
zarurligini qayta ta'kidladida. Qanday choralar ko'rilyapti? Buning uchun nima qilish kerak sizcha? Buning uchun biz o'sha yangi bozorlar standartlarini ishlab chiqamiz, ya'ni standartlar paketini tadbirkorlarimizga oson bo'lishi uchun. Ya'ni o'sha bozorga kirmoqchimi, u bozorlarda qanday talablar qo'yilgan, qanday notarif choralar belgilangan, qanaqa turdagi sertifikatlar kerak bo'ladi, mahsulotini qay darajada tayyorlashi kerak bo'ladi, qaysi tilda yozish kerak bo'ladi. Shu darajagacha biz ularga o'sha paketda hamma narsani ko'rsatib, ularni tayyorlashimiz kerak. Chunki aytib o'tdingiz, haqiqatan ham u bozorlar egallab bo'lingan, ya'ni boshqa davlatlar tomonidan. Lekin bizni narxlarimiz, bizni sifatimiz u bozorlarga bemalol kirishga imkon beradi. Lekin u bozorlarga tayyorlanmasdan kirish bu bizni imijimizga ta'sir qilishi mumkin. Va shu nuqtai nazardan biz to'g'ri tayyorlanib, o'sha standartlar paketini ishlab chiqib, sertifikatlarimizni joriy qilishimiz kerak. Hozir o'zidan boshlashimiz kerak. Agar biz 2026-yilda biz bozorlarga kirishni boshlashimiz kerak. Buning uchun biz bugunning o'zida ish boshladik. Ya'ni o'sha standartlar bo'yicha, sertifikatlar bo'yicha va undan tashqari o'sha mahsulotlarimizni ro'yxatini shakllantirib oldik. Bu endi kutib turadigan jarayon emas. Raqobat shu darajada jadallashib ketdi. Hozirgi taraqqiyotda dunyo bozorida ham yangi bir o'sha mahsulotning yangi bir shakl shamoyili, umuman takliflarning bir qulay variantlari paydo bo'lyapti-da. Iste'molchi uchun-da. Bu raqobatni keskinlashayotganligidan dalolatda. Kechagi prezidentimiz huzurida bo'lgan taqdimotda tadbirkorlarga qulaylik yaratish masalasi ham bezga tilga olib o'tilmadi. Jumladan mana shu 81 ta davlat idorasi tomonidan tadbirkorlarga 740 ga yaqin turdagi xizmatlar ko'rsatilayotgani alohida ta'kidlandi-da. Biz hozir Savdo sanoat palatasi mas'ul xodimi Farruxjon Ernazarov bilan ham bog'lanib turibmiz. Mana shu masalada ba'zi bir savollarga javob olishni umid qilib turibmiz. Farruxjon aka, siz bilan bog'lanib turibmizmi? Siz bilan muloqot qilsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga bermoqchi bo'lgan savolim, kechagi prezidentimiz huzurida bo'lgan taqdimotda mana shu 740 ga yaqin xizmatlar ko'rsatilyapti 81 ta idora tomonidan-da tadbirkorlarga. Lekin afsuski 576 ta xizmatlar tarqoq holda ko'rsatilayotganligi, tadbirkorlar hali ham o'sha hujjatlar yig'ib idora sarson bo'layotganligi ko'rsatib o'tildi-da. Buning yechimi bo'yicha qanday bir vazifalar belgilandi? Umuman nega bu holat takrorlanib kelgan shu paytgacha? Avvalambor assalomu alaykum. Kecha davlat rahbariga asosan tadbirkorlik subyektlariga davlat va xususiy xizmatlar ko'rsatishning kompleks chora-tadbirlar to'g'risida taqdimot bo'lib o'tdi. Bu taqdimotda asosan tadbirkorlik subyektlariga o'zingiz ta'kidlaganingizdek 81 ta organ tomonidan 740 ga yaqin xizmatlar ko'rsatib kelingan va bizni iqtisodiyotimizda ma'lumki, davlat xizmatlar agentligi tomonidan hududlarda davlat xizmatlari tomonidan 507 ta xizmat turlari ko'rsatib kelinmoqda hozirgi kunda va o'sha xizmatlarning 163 tasi asosan, ya'ni 32% tadbirkorlik subyektlariga taalluqli. Va bularni tadbirkorlik subyektlarini qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, ularda bevosita qulaylik yaratish maqsadida tadbirkorlik subyektlarini davlat va xususiy sektorni xizmatlarni yagona maydonga jamlash hamda ushbu qilinayotgan xizmatlarni yagona integratsiya qilish masalasi ko'tarildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad o'sha davlat va xususiy sektor tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlarga tezkorlik bilan javob berish va ularni tahlil qilish nazarda tutilgan. Hamda mana shu tadbirkorlik subyektlariga ko'rsatilayotgan davlat va xususiy sektor tarmoqlari asosan biza xalqaro tajribani o'rganilganda Ozarbayjon davlatida ushbu sohaga alohida yondashilganligi va 29 ta organda ularda davlat organ tomonidan 20 ta xususiy sektor birlashgan holda 300 dan ortiq xizmatlar yagona integratsiya orqali ko'rsatib kelinayotganligi ma'lum bo'ldi va ushbu sohani Farruxjon aka, sizga bermoqchi bo'lgan savolim mana yuqorida ham aytdik, 576 ta turdagi xizmatlar tarqoq holda ko'rsatilyapti shu paytgacha tadbirkorlarga. Buni yechimi bo'yicha qanday bir vazifa belgilandi? Qanday yechimi ko'rsatildi? Yechimi bo'yicha taqdimot davomida mana Savdo sanoat palatasi huzurida MCJ shaklida biznes hamroh tizimi joriy qilinishi, masalan Toshkent shahrida Mirobod tumanida tez rejimda amalga oshiriladi va respublikaning barcha hududlariga tatbiq qilinadi va ushbu barcha davlat va xususiy sektorlarga to'g'ridan to'g'ri tezkorlik bilan xizmat ko'rsatadigan biznes hamroh tizimi joriy qilinadi. Bunda biznes hamrohda asosan tadbirkorlarga davlat va xususiy sektorda
ko'rsatilayotgan xizmatlar umumlashtiriladi va yagona maydonga olib kelinadi va barcha davlat va xususiy sektorni xizmatlari yagona integratsiya orqali birlashtiriladi. Masalan, raqamli texnologiya vazirligi orqali yagona platforma ishlab chiqilib, ushbu platforma tizimga integratsiya qilinadi va barcha xizmatlar bitta joyda bir darcha tamoyil asosida tadbirkorlarga xizmat ko'rsatib boriladi. Mana hozir o'sha taqdimotda ham alohida mana ta'kidlandi. Muloqotdoshimiz Inomjon aka ham aytib o'tdi, mana sertifikatlar olish masalasi. Agar tadbirkor mahsulotiga sertifikat bo'lmasa, xalqaro doirada tan olinadigan. U bozorga kira olmaydi, mahsulotini eksport qila olmaydi. Bu ancha bir mushkul vaziyatni paydo qiladi-da. O'z navbatida taqdimotda alohida ta'kidlab o'tildi. Birgina go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun 17 ta bosqichdan o'tish kerak ekan. 10 ta idoraga borish kerak ekan. Bu albatta tadbirkor charchatib qo'ymaydimi? Xuddi shunday tadbirkorlik subyektlariga endilikda mana o'sha davlat rahbari tomonidan ta'kidlangandek, o'sha palatani har bir hududlarda hududiy bo'limlar mavjudligi va ular tadbirkorlik subyektiga to'g'ridan-to'g'ri birga ishlashini inobatga olgan holda tadbirkorlik subyektlarining endi palata huzuridagi biznes hamrohiga birlashtirilib, yagona maydonga birlashtirilib va davlat organlari endilikda o'sha biznes hamroh tizimiga integratsiya qilinib, o'sha yerda to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlik subyektlari tomonidan bildiriladigan murojaatlarga aloqa markazlari tashkil qilinib, ularning murojaatlari tezkorlik bilan hal qilinishi yechimi beriladi. Chunki o'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, oldin shu barcha xizmatlari umumlashtirilgan, markazlashgan va markazlashmagan holda, ya'niki konsalting xizmatlaridan ham xususiy sektorda ko'rsatilayotgan xizmatlar ham umumiy bir joyga umumlashtirilmagan. Ya'ni tarqoq holda faoliyat ko'rsatayotganligi ushbu taqdimot qilinishiga sabab bo'lgan va ushbu taqdimot orqali davlat tomonidan tadbirkorlik subyektlariga, davlat va xususiy sektorga xizmatlarni kompleks ko'rsatishni yangi bosqichga olib chiqish vazifasi topshirildi. Farruxjon aka, hali siz bilan yana bog'lanamiz. Asosiy studiyada men Inomjon Abdurahmonov bilan muloqot qilyapmiz. Mana shu taqdimotda qo'yilgan eng muhim bir vazifalardan bittasi prezidentimiz tomonidan istiqbolli bozor hisoblangan mamlakatlar bilan imtiyozli savdoni yo'lga qo'yish masalasi qo'yildi. Bu qanday tartibda amalga oshiriladi? Bu qanchalik muhim? Bu o'zi umuman nima degan savolga men javob bermoqchiman. Ya'ni notarif choralar bor, hozir aytib o'tdik, talablar bor va undan tashqari tarif chora. Bu nima degani? Bu degani o'sha mahsulotlarni olib kirishda o'sha bojxona boji masalasi. Bu bozorlarni o'rganganda, misol uchun o'sha bizga talab bor bo'lgan mahsulotlarga nisbatan qo'yilgan boj stavkalarini kamaytirish masalasi. Ya'ni agar biz imtiyozli savdo bitimini tuzadigan bo'lsak, biz ayrim turdagi tovarlarga nisbatan imtiyoz olishimiz mumkin bo'ladi va albatta o'sha bizga kerak bo'ladigan tovarlarni biz pasaytirilgan bojlar orqali o'sha bozorlarga arzon narxlarda olib kirish imkoniga ega bo'lamiz. Bu shuning uchun kerak bo'ladi bizga. Shuning uchun kecha taqdimot davomida bu vazifa belgilab berildi va albatta biz bu to'g'risida ishlaymiz va undan tashqari umuman olganda hozirgi kundan mana bir qator davlatlar bilan imtiyozli savdo bitimini tuzish bo'yicha ishlarni olib boryapmiz. Misol uchun Turkiya, Pokiston, Eron va Mongoliya va undan tashqari Yaqin Sharq davlatlari bilan ham bu masalada ishni boshlaganmiz va albatta bu masalalarda biz yanada jadallashtiramiz ishlarimizni. Tezroq bu bitimlarni imzolash uchun. Bu imtiyozli savdoni yo'lga qo'yishi bu eksportyor deymiz, o'sha tadbirkor uchun juda qulayda. Bu har taraflama o'sha mahsulotni o'sha yangi bozor deyapmiz, hozir tilga olib o'tyapmiz. So'zsiz ravishda o'sha raqobat jarayonida raqobatbardoshligini oshiradi, o'z navbatida himoyasi, qo'llab-quvvatlashi bu yerda aks etadi-da. Bu juda ham muhim. Bizga taqdimotda bu masala ko'tarilmadi va o'z navbatida prezidentimiz huzurida bo'lgan taqdimotda mana shu mavjud salohiyatdan to'liq foydalanish masalasi, jumladan yangi bozorlarni ochish va tashqi savdo mexanizmlarini soddalashtirish masalasi qo'yildi. Tashqi savdo mexanizmlarini soddalashtirish qanday amalga oshiriladi? Umuman soddalashtirish haqida gaplashaylik. Marhamat. Hozirgi kunda mana albatta bizni bozorimiz ko'paygan sari eksport hajmlarimiz ortishni boshlaydi. Bu nimani talab qiladi? Bu bizni tadbirkorlarimizdan o'sha bir muayyan bir davrni, ya'ni mahsulotni ishlab chiqarib to uni shu xorijiy bozorga olib borish davri bor. O'sha davr ichida aylanma mablag'iga ehtiyoj paydo bo'ladi. Hozirgi kunda mana faktoring masalasi qo'yildi. Faktoring masalasini biz yanada agar soddalashtirsak, yanada osonroq qilsak,
bu bizni tadbirkorlarimizga raqobat bardosh bo'lishiga imkon beradi. Nimaga? Chunki ya'ni o'sha xorijiy davlatlar boshqa bozorlarga kirganda ular akkreditiv faktoringdan juda ham ko'p foydalanishadi va hozirgi kunda bizni tadbirkorlarimiz ham aylanma mablag'ga ehtiyoji bor tadbirkorlarimiz juda ham ko'p. Chunki bu nimadan dalolat beradi? Bu o'sha bizni eksport hajmlarimizni oshishidan dalolat beradi. Va shu nuqtai nazardan biz ularga yanada qulaylik, yanada past ya'ni foiz stavkalarida faktoring xizmatlarini ko'rsatishimiz. Undan tashqari transport logistika zanjirini ularga optimallashtirishimiz. Chunki mana xabaringiz bor, Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonida biz o'sha subsidiyalarni bekor qildik va bu jihatdan biz endi o'sha nomoliyaviy jihatdan va moliyaviy jihatdan faqat shu aylanma mablag'ga bo'lgan ehtiyojini yanada yengillashtirish masalasida yordam berishimiz kerak bo'ladi. Endi tashqi savdo mexanizmi sodda bo'lsa, qancha sodda bo'lsa, eksportyor uchun ham, importyor uchun ham qulayda bu narsa. Masalan, eksportyor sifatida mamlakatimiz mana shu tadbirkorlar uchun yangi bir qulaylik yaratiladi. U vaqti tejaladi, masalan-da, qulaylik yaratiladi-da. Qulaylik qancha qulaylik bo'lsa, raqobat jarayonida shunchalik bir unga bir katta imkoniyat paydo bo'ladi-da. Shu raqobatdan yengishda, masalan, o'zining mahsulotini o'sha tashqi bozorga yetkazib berishda. Albatta bu juda ham muhim. Taqdimotda bu masala bejiga kun tartibga qo'yilmadi. Savdo sanoat palatasi mas'ul xodimi Farruxjon akaga beradigan savolimiz, Farruxjon aka, sizga aytadigan gapimiz mana shu taqdimotda buxgalteriya, soliq, eksport va sertifikatlash bo'yicha konsalting xizmatlar ko'rsatadigan yagona xususiy servis maydoni mavjud emasligi alohida tilga olib o'tildi-da taqdimotda. Nega? Buni yechimi ko'rsatib o'tildimi? Bevosita bu yerda buxgalteriya, konsalting xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilotlar mavjud xususiy sektorda va xususiy sektor yuqorida ta'kidlaganimizdek umumiy bitta markazlashgan tizim yaratilmaganligi oqibatida u xizmatlar tarqoq holda ko'rsatilgan. Ushbu bevosita belgilangan bizning yuqoridagi aytganimiz raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan yaratiladigan biznes hamroh platformasida bevosita xususiy sektorni ham o'sha platformaga bog'lash orqali to'g'ridan-to'g'ri xizmatlar ko'rsatish tizimi joriy qilinadi. Bunda davlat tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarga qo'shimcha ravishda o'sha xususiy sektorni tadbirkorlik subyektlari tomonidan belgilanadigan xizmatlar integratsiya qilinishi ham davlat tadbirkorlik subyektiga vaqtdan yutishga, ham xarajatlarni qisqartirishga olib keladi va to'g'ridan-to'g'ri o'sha ta'kidlab o'tishimiz kerak, o'sha platformada aynan kiritilayotgan jarayon aloqa xizmatlari. Aloqa xizmatlari bo'yicha tadbirkorlik subyekti murojaat qiladigan bo'lsa, har qanaqasiga tadbirkorlik subyektiga mutaxassislar tomonidan tezkorlik bilan javob beriladi va ularga to'g'ri yechim beriladi. O'sha xorijiy davlatlar tajribasi o'rganilganda ham xususiy sektorni o'sha platformaga bog'lash natijasida yaxshi natijalarga erishilgan va ushbu tizim bizada ham O'zbekiston iqtisodiyotiga ham yangidan kiritilishi tadbirkorlik subyektlarini o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek 81 ta organga borib o'zi murojaat qilib ishma-ish yurishini oldini oladi hamda bitta platforma orqali to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlik subyekti o'zini qiynayotgan masalaga tezkorlik bilan yechim topadi va o'zini ish faoliyatini tezkorlik bilan yo'lga qo'yishga zamin yaratiladi. Masalan, bir holat, vaziyat bu o'z navbatida taqdimotda bu narsa alohida ta'kidlab o'tildi. Tadbirkorlar menimcha juda xursandchilik bilan qabul qildi. Biznes hamroh markazlarini ochish taklif qilindi. Shunaqa. Biznes hamroh xizmatlar qanchalik bu qulaylik yaratadi tadbirkorga? Endi to'g'ridan-to'g'ri qachonki raqamlashtirilgan platformalarda ishlaydigan tadbirkorlik subyektlari buni yaxshi biladi, to'g'ridan-to'g'ri murojaatini qiladi. Unga bevosita tashkilotlar ko'rmagan holda, yoniga bormagan holda tezkorlik bilan javob beradi. Bu raqamli tizimni rivojlantirish iqtisodiyotni ko'pgina sohalarda hozirgi kunda tatbiq qilmoqda va bu aynan tadbirkorlik subyektlariga ushbu biznes hamrohni joriy qilinishi tadbirkorlik subyektlarining ishini ancha yengillashtiradi. Chunki bu yerda barcha sohalar integratsiya qilinadi, to'g'ridan-to'g'ri borib uni eshigida kutib o'tirish holatlari oldi olinadi, eng asosiysi korrupsion holatlar oldi olinadi. Bevosita tadbirkorlik subyekti endilikda bitta ariza berish orqali o'zini barcha masalalarga yechim topish imkoniyati yaratiladi.
Rahmat Farruxjon aka, faoliyatingizda muvaffaqiyat tilab qolamiz. Asosiy studiyaga qaytamiz. Inomjon aka, mana mamlakatimizda 2030-yilga qadar eksport hajmini 45 milliard AQSh dollarga yetkazishlik yuqori bir marra tanlandi. Prezidentimiz huzurida bo'lgan taqdimotda bu alohida ta'kidlab o'tildi. Buni hayotga tatbiq etish o'z-o'zidan bo'ladigan jarayon emas. Juda katta bir mas'uliyat yuklaydi tizim, tuzilmalar zimmasiga. Buni qanday hayotga tatbiq etish bo'yicha qanday bir chora-tadbirlar ko'rish ko'zda tutilyapti? Umuman tadbirkorga bu yo'nalishda endi asosiy eksportyor sifatida biz tadbirkorlarni ko'z oldimizga keltiramiz. O'z navbatida Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish kutilyapti kelasi yil. Masalan, bu juda katta bir bozor, o'z navbatida imkoniyat yaratish bilan birgalikda raqobat ham shunga yarasha bo'ladi. Marhamat. Albatta 2030-yilgacha biz eksport strategiyasini ham ishlab chiqqanmiz. Konsalting kompaniyasini jalb qilgan holda va bu o'sha ishlab chiqish jarayonida ko'rdikki, birinchi navbatda biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi navbatda biz o'sha qo'shilgan qiymatli mahsulotlarga e'tibor berishimiz kerak. Chunki qo'shilgan qiymatli mahsulotda marja ko'proq bo'ladi. O'zimizda tadbirkorlarimizda ham va undan tashqari biz o'sha xorijiy bozorga kirib borishimizda ham unga bo'lgan talab ham yuqori bo'ladi. Va shu jihatdan biz o'sha o'zimiz uchun belgilab olganmiz ustuvor vazifalarni. Birinchi navbatda o'sha qo'shilgan qiymatli mahsulotlar, ikkinchi navbatda diversifikatsiya masalasi aytib o'tdik. Birgina misol mana Yevropa ittifoqi davlatlariga biz GSP+ a'zosi bo'ldik 2021-yilda va o'sha a'zo bo'lganimizdan keyin agar tahlil qiladigan bo'lsak, bizni eksport hajmlarimiz 2-2,5 barobarga oshdi shu davrdan boshlab. Hozirgi kunda mana 2024-yilda 1,7 milliard dollarni tashkil qildi. Yevropa ittifoqi garchi bizga yaqin bo'lmasa ham, lekin biz o'sha qo'shilgan qiymatli mahsulotlar bilan o'sha bozorlarga ham kirib bordik. Va shu kabi hozir mana aytib o'tganimizdek Yaqin Sharq, Afrika davlatlari bu agar umumiy hisobda oladigan bo'lsangiz, bu 2 trillion dollarlik bozor deganimiz. Katta bir imkoniyat, katta bir bozor degani. Hozirgi kunda biz mana yiliga o'syapmiz. 3,5 milliard dollarlik o'sishimiz bor eksportda. Lekin biz buni agar jadallashtirsak, kamida buni 10 milliard dollarga olib chiqsa bo'ladi yiliga. Va shu nuqtai nazardan undan tashqari biz sanoat korxonalarimizni ko'proq eksportga jalb qilishimiz kerak. Chunki mana biz tahlil qilganmiz, umuman olganda biz sanoat mahsulotlarimizni, sanoat korxonalarimizni bir 30-40% eksportga jalb qilingan. Agar biz bu raqamni yana oshiradigan bo'lsak va ularga bozorlarni ochib, imtiyozli savdo bitimlarini tuzib, ularga yaxshi sharoit qilib bersak, albatta bizni o'sha sanoat korxonalarimiz, bizlarning tadbirkorlarimiz shu bozorlarga kirib borishadi. Eng muhimi mana shu prezidentimiz huzurida bo'lgan kechagi taqdimotda mana shu eksportni ko'paytirish bo'yicha tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun ularga qulaylik yaratish yuzasidan o'sha taqdimot bir qator vazifalar belgilandi. Bu vazifalar bevosita mana shu sohani taraqqiyotini yangi bir davrini belgilashga asoslanadi-da. Eksportni ko'payishdan manfaatdormiz, importni kamaytirishdan. Importni o'rni bosadigan mahsulotlarni o'zimizda ishlab chiqarishdan manfaatdormiz. Bizda shunday bir salohiyat, shunday bir imkoniyat bor. Xalqimizda tadbirkorlik bor, tug'ma shunday bir tabiatida bor narsa-da. Chunki sivilizatsiya tamadun markazi bo'lgan bu makon, bu yurt, bu jonajon O'zbekiston. Albatta mana shu belgilangan marralarni so'zsiz hayotga tatbiq etish uchun asoslar bor. Chunki bu yo'nalishda tizimli islohotlar amalga oshiryapti. Maqsad aniq. Biz albatta navbatdagi dasturlarimizda buni tahliliga bag'ishlangan ko'rsatuvlarni efirga uzatishni davom ettiramiz. Ishtirokingiz uchun sizga tashakkur. Muhtaram teletomoshabinlar, dasturlarimiz davom etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.